Assalomu alaykum butun Norvegiya, shundaqla Skandinaviya rayonidagi barliq aziz qarindoshlar, sabdoshlar. Norvegiya Uyg'ur komiteti bilan Shvetsiya ma'rif uyushmasi hamkorligida boshlangan jazo lagerlariga atab chaqirilgan Skandinaviya Uyg'ur erkinlik yurushining Shvetsiya qismi g'alabalik tamomlandi. Oldimizda 4-may kuni Oslo Uyg'ur erkinlik yurishi bizni chaqirmoqda. Bu qitimliq namoyishimizning shakli alayda va ahamiyati zo'r bo'lib, Yevropa parlamentining Sharqi Turkiston ziyoratiga to'g'ri kelganligi uchun Xitoyning abdibashirisini va yolg'onchiligini dunyoga oshkorlashda unumli rol o'ynaydi. Albatta bu unumni yaratadigan shu kuni mushu qonunsiz qamalgan kishilarimizning suratlarini tutib Osloda namoyishga qatnashadigan, vatandagi shu mazlum xalqimizning xorlig'ini, qirg'inchiligini oshkorlashga niyat qilgan ve cüret kılgan, şundaqla bu namayışda bir gün namayış üçün bir gün vaktimizin çıkarıp şu mazlum halkımızdan avazı bulalaydigan biz Uygurlar. Namayış tayyorligimiz bir aydan artıq ciddi ishlash orqali hozir taq bo'ldi. Endiki ishimiz 4-may kuni bütün aile bola chaqalarimiz bilan o'rnidan tura oladigan barliq Uyg'urlarning Oslo ko'chalariga to'kilib, Uyg'ur degan bir millatning 3 milliondan ortiq qismining natsist lagerlariga solinib qirg'in qilinayotganligi, yana shunchalik qismining Xitoy turmalariga yo'tkilayotganligini dunyoga oshkorlash va shu mazlum xalqimizning ovozi bo'lish. Milletimiz hozir tarixiy bir burilish holatida turyapti. Dast turib kurash qilamdiq yoki sukut qilib yo'qolamdiq, mushu tarixga guvoh bo'layotgan har birimizga bog'liq. Biz yoki jasoratimiz bilan tirishchanligimizni ko'rsatib, vijdonimizga uyg'un holatda kurash qilib avlodlarimizga javob beramiz yoki ularning bolalarimizning millatning o'layotgan vaqtda sen nima qilganding degan nafratini o'lib u dunyoga safar qilamiz. Chunki bu gapni biz hozir qilyapmiz, albatta buningdan keyingilarmi bizdan so'raydi. Eskertadiğimiz 5-may kuni Uyg'ur doppa bayrami bo'lganligi uchun namoyishga millatimizningki an'anasiga simo'l bo'ladigan doppamizni hammamiz kiyib chiqsak. Qanamisa qarindoshlar, 4-may kuni soat 1da Oslo markaziy poyezd stansiyasida ko'rishaylik. Aziz qarindoshlar, mana bu necha yuz jazo lagerlarida yetayotgan, xo'rliq tortayotgan millatning sarxillari, bizning ota-onamiz, uka, hadi-singillarimiz o'zining rasmlarini sizning ko'tarib chiqib ovozi bo'lishini umid qiladi. Vatandagi millat bizdan umid kutadi. O'zimizni Uyg'ur sanagan va tenimizda Uyg'urning qani yiqayotgan barliq qarindoshlar 4-may kuni Osloda ko'rishaylik.